Zolotaya Koronadan bir vaqtlar qarz olgan ekanlar, Pitcher aeroportidan qaytaribdi. Buni qanday to'layman, tezroq chiqib ketish uchun debdilar. Internetga kiramizda FSSP проверка по familiya yozamiz va e'tibor bering, именно ana bu saytdan ko'ring. Bu bepul va 100% to'g'ri chiqarib beradi. Qolgan saytlar pulli. 300 rubl oladi. Mana saytimiz chiqdi. Bu yerga fizический лицо turishi kerak har doim. Bu yerga familiya, imya, отчествоni to'g'ri yozamiz va tug'ilgan yilni ham to'ppa-to'g'ri yozamiz, faqat rus harflari bilan. Agar sizda ничего не найдено deb yashil chiqsa, hech qanaqa taqiq qo'yilmagan, bemalol chiqasiz. Agar tekshirgan vaqtda sizga mana bunaqa narsa chiqqan bo'lsa, buni to'lashingiz uchun оплатить bosamiz. Mana через госуслуги chiqarib beryapti. Bu nomerni terib olamiz. Va skachet qilamiz mana bu narsani. Keyin mana bunday chiqarib beradi bizga. Buni xohlang Sberbankka borib to'lang, xohlang farqi yo'q. Mana shtrix kodlar bilan chiqarib beradi. Bemalol Sberbankmi, Tinkoffmi farqi yo'q. Mana shunday qilib to'laysiz. Bu yerga ism, danilari, hamma narsasi yozilgan bo'ladi. Men kichikroq qilib ko'rsatyapman. Xuddi mana shunday qilib to'laysiz.